Hozir bu yerda o'zimda EcoRestel nomli loyihamni qo'yganman. Loyiham qanday bo'ladi? Mening loyiham asosan qayta ishlash bilan bog'liq hisoblanadi. Qanday qayta ishlash? Masalan, paketlar, plastik chiqindilar yoki bo'lmasam undan boshqa bir martalik chiqindilardan mana shunday liboslar yoki bo'lmasam bundan tashqari arxitekturada, landshaft dizayni, interyer dizaynda ham keng qo'llansa bo'ladi. Masalan, biror bir tanishimizga sovg'a beradigan bo'lsak, suvenirlar beramiz. Hozirgi kunda juda ham rivojlangan. O'sha suvenirlarni ham mana shu loyiham orqali qayta ishlashda chiqarsa bo'ladi. Shu bilan bir qatorda bu loyihada masalan hozir kiyadigan zamonaviy liboslarimizni ham kiyilmay qolib ketgan eski liboslardan qayta ishlash orqali chiqarsak bo'ladi. Bu yerda asosan kassetalardan, butilchniy kola, pepsilarni qopqoqlaridan, disklardan, paketlardan, falgalardan shu kabi liboslarni qo'yganman. Hozirda ham loyihamga ko'plab odamlar qiziqish bildirdi va biz bilan hamkorlik qilishga odamlar ham chiqdi. Yana bundan tashqari biz shu loyihamiz orqali Ecofashionlarda ham qatnashib keldik. O'tgan yil ham birinchi o'rinni egallab kelganmiz xalqaro Ecofashionda.